xuddi shu holatga kelib qolgan bo'lsa, qushlar ham bu gribok bo'ladi, ya'ni sho'r. Buni qanday davolaymiz desangiz, betaptekada shunaqa maziyam degan xuddi shu dori bo'ladi, maz bo'ladi. Bu 20 ming so'm, 15 ming so'm har joyda har xil bo'ladi. Buni olasizlar. Birinchi navbatda imkoni boricha mana sho'rlarni qo'llaying bilan olib tashlanglar. Uxochiska bilanmi, qo'llaying bilanmi olib tashlanglar mana. Sal-sal. Buni uni u darajada qonatib qo'yish shart emas. Endi buni siqasizlar. Siqib, men hosillarga ko'rsatish uchun qo'lda qilib beraman. O'zi asli uxochiskada qilish kerak. Hech qayerga tegizib olmasdan mana sho'rni o'ziga mana. Ko'ryapsizlar? Mana sho'rni o'ziga. Ehtiyot bo'linglar, buni esdan chiqarmanglar. Og'ziga kirib ketib qolmasin. Og'ziga kirib ketib qolmasin. E'tiborsiz holatda og'ziga kirib ketib qolsa, siz o'ladi. Bu tajribamizdan o'tgan, be'tiborligimiz oqibatidan ishlab turgan bolali qushimizni o'ldirib qo'ygan biz. Mana xuddi shu. Asosiy holatda 3 kun surasizlar, ertalab kech payt 3 kun. Bo'ldi, qushdan zo'r bo'lib ketadi, yana ishlaydi. Ishlamayapti degan savollarga shu javob bo'ladi. Shu holatda qushlar ishlamaydi. Like bosib, obuna bo'lib esdan chiqmasin.